To'y qachon? To'y qachon, aka? Bilasizmi siz? Yo'q, men ham bilmayman. Xudo xolasa yana bitta yanglishlarimiz bor. Birga degan. U ham duet. Kimlarligini xudo xolasa bilib olasizlar. Ana o'sha yerda ko'rib qolishingiz mumkin kelin bolani. Bloger bo'lishiga men protivman. Uni men bloger bo'lishini xohlamayman. Men vaynlarga to'g'ri desam tushmayman. Men estetik videolarga tushaman. Meni o'zimni hater desa bo'ladi. Men o'zim hate yozadigan kontent bu feminizmni qo'llab-quvvatlashadi. Men xo'rozboz bo'lganman вообще. Men o'ylaganim mashhur xo'rozboz bo'lib ketaman deb o'ylagandim. Yo'q, mashhur bloger bo'lib ketdim. Bu kim oldin kelgan paytda seni taniyapti. Ili ko'chada ketyapsan, kimdir senga mundoq qarab ketyapti. Mana shu mundoq qarash uchun men bloger bo'lganman. Eyo, bola qizlar nima gap? Sizlar bilan Nizamo va sizlar anons story time ko'rsatuvini ko'ryapsizlar va bu videoni ko'rayotganlar bilan sizlarni tabriklayman. Qayerda va qachon tug'ilgansiz? Men Toshkentda Yunusobod Shahristanskiyda 2001-yil tug'ilganman. Bolaligimni prezident saryog'ini yeyish uchun qarindoshlarim kelib boradigan bola edim. Uyimizda sal qiyinlab qo'ygan deyman. Chista yogurtlar uyda yogurt yemasdik. Ana juda chapani, juda oddiy bola bo'lganman. Nimaga qiziqqanman? Bolaligimda men xo'rozboz bo'lganman вообще. Xo'roz boqqanman. Tushunasizlar? Men o'ylaganim mashhur xo'rozboz bo'lib ketaman deb o'ylagandim. Yo'q, mashhur bloger bo'lib ketdim. Va bu narsaga yaqinlarimga, oila a'zolarimga kattakon rahmat deyman. Bolaligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Endi hamma bolalarning orzusi, onasi orzu qilgan orzusi yoki prezident yoki lotchik bo'ladi. Men unaqa bo'lmaganman. Men bolaligimda o'ylamaganman kim bo'lishni xohlashimni o'ylamaganman. 8-9-sinfimda o'ylashni boshlaganman. Uy temasida dizayner uylarni chizadigan uy quradiganchimi, prorab bu narsami? Shunga moslab men dizaynerlik 3D Max, AutoCAD adashmasam shunaqa edi. O'shalarda o'rganib ishlaganman 9 oycha, уже pul topishni boshlagan paytimda blogerlik возможностьdan boshlangan va bloger bo'lib ketganman. Agarda men bloger bo'lmaydigan bo'lganimda, men 3D dizayner, ya'ni uylarni interyer, eksteryerini chizadigan dizayner bo'lishim mumkin edi. O'zim juda ham qiziqaman. Juda ham sharit qilaman deydi, shunaqa. Ma'lumotingiz qanaqa va nima uchun bu kasbni tanlagansiz? Ma'lumotim xudo xolasa 1 yildan keyin oliy bo'ladi. Men insta o'qiyman. Bu kasbni tanlaganimning sababi o'zim bilmasam tanlab qo'yganman. Bir kuni lavash yeb o'tirganimda maktab bolalari kelgan. O paytda men 1-kurs kollejda edim. Faraz qil Samandar davomma bu kim oldin kelgan paytda seni taniyapti. Ili ko'chada ketyapsan, kimdir senga mundoq qarab ketyapti. Mana shu mundoq qarash uchun men bloger bo'lganman. Hozir shu narsa juda ham ko'p. Bir xil paytda to'yib ketaman, bir xil paytda uyalib ketaman odamlardan. Keyin qarasam, ishlayapman, oilamni boqyapman, o'zimga komfort yaratyapman va bu narsa menga yoqyapti. Mana shunaqa davom ettirib ketganman blogerlikni. Hozir Toshkent aloqa va voy nima edi? Kollejim-ku. Axborot. Hozir men Toshkent iqtisodiyot va pedagogika institutida o'qiyman. Nasıl qiyin mana shu? Iqtisodiyot va pedagogika instituti deyish qiyin. Nima ishda o'qiyman? Направление computer engineering. Instagram yuritish g'oyasi qachon va qayerda paydo bo'lgan? Men o'sha dizayner bo'lib yurgan paytlarimda o'zimni iPhone 4 bo'larmidi? Shunaqa bo'lardi. Bitta kameram bo'lardi. Men o'zim voy dizayner ham bo'lganman, to'ylarni montajlarini ham qilganman, kelin-kuyovni albomini ham qilganman, operator ham bo'lganman, libboy narsa bo'lganman. O'sha paytda kameramga video olardim. Kamera ham meniki emas, okamniki edi. Video olib kompyuterda montaj qilib iPhone'ga o'tkazib, Instagram qo'yganda iPhone joyi to'lib qolardi. O'chirardim keyin sirasi. Abdurahmon Mufid hozir oldin Abu Vines bo'lganlar. Abu Vines, Bek Vines. Istoriya qo'yishgan, bizga montajyor kerak, короче. Mana joyim bo'lish kerak mana shu deganman. Harakat qilganman, uydagilar qarshi chiqishgan, keyin ikki ovqat yemaganman, garchi xonadan chiqmasdan. Amerikanskiy kinoda ko'rganman, xonasi chiqmasdan xabba bo'ladi-yu. To'g'ri, xabba bo'laman, qanday bo'larkan deganman, xabba bo'lganman, o'xshab ketgan. Opamlar bilan odamlar chaqirishgan, keyin bo'lish xohlaysanmi? Da, lekin bunda u paytda 2019-yillarda blogerlarda pul yo'q edi. Pul yo'q bo'ldi. Chista yurasanmi? Bo'lmaydi-ku. Yurib ko'ring, nima ketdi mendan. 1 yil 2 yil yurib ko'raman, o'xshamasa chiqib ketaman. Hamma mayli yur. Boshla. Montajyor bo'lib kirdim. Men oylik beramiz deyishgan menga. Montajyor bo'lib kirganimda, keyin 3 oy испытательный 1 oy edi, 3 oyga cho'zilib ketib qolgan. Keyin oxir Abdurahmon aka aytganlar, "Samandar, короче, mana shunaqa proyektimiz o'xshamay qoldi. Mana shu proyektni deb seni olgan edik. Xohlasang, sen davom ettirishing mumkin. Men va'da bermayman seni ko'tarib yuborishga. Lekin harakat qilamiz" deyishgan. Odamlarga "Ana aytdim senga, ana aldanding, mana vaqting ketdi" deganlar. Yo'q, keyin men xo'p deganman borib, davom ettiraman, oldingiz yuraman deganman. Shu kundan boshlab sразу istoriya qo'yishgan O'zbekam bilan Abukam 10 mingta qilib qo'yishgan. 4 mingtani shunaqa edim. Keyin sekin videolar olib, muzikam chiqqan boshqa narsalar bo'lgan, ko'tarilganman keyin. Hate bilan qanday kurashasiz? Meni o'zimni hater desa bo'ladi. Chunki meni o'zim ham qarshi chiqadigan joylarim bor, o'zim pozitsiyam bor, yomon ko'rgan narsalarim bor. Ana o'sha narsalarni men anaqa videosida ko'rib qolgan paytimda yozaman.
Men ham xeyterman o'zi aslida. Menga yozib qolishsa xeytlarni, bilmayman 50 mingtami, 40 mingtami cho'rni spiskamda odam bor уже. Sira cho'rniga tiqaman. Anaqa o'tirib talashib, просто cho'rniga tiqib qo'yib boshqa yoza olmaydi. Yoki ko'p qaramayman. Xeyt kelyaptimi? Tirs-tirs cho'rniga tiqaman. Bu yo'g'iga qaramayman, o'qimayman. Вот. Eng zo'r yo'li video qo'yishingiz bilan 1 soat qarang, kommentingizga bo'ldi, undan keyin qaramang. 1 soat qarang, bo'ldi, undan keyin qaramasangiz heytlarni как будто heyt bo'lmayotgandek tuyuladi sizga. Men o'zim heyt yozadigan kontent bu feminizmni qo'llab-quvvatlashadi-yu. Erkak kishi nimaga kerak? Onangni jim deysiz-da, jim deysiz. Ya ayollarni juda ham hurmat qilaman. Agarda ayol kishi erkak kishini hurmat qilsagina, hurmat topadi-da. Faqat erkak kishi hurmat qilursa, uni qilursa, e'tibor beraversa, undan atvet bo'lmasa, atvet qanaqa bo'lyapti? Sen kerak emassan menga, короче. Deysiz? Bormi? Ketur deysiz. Вот, agar взаимный hurmat qiladigan bo'lsa, sizni qadringizga yetib, xohishlaringizni eslab qolib, boshqa narsa, ana unda hurmat qilinadi-da ayol. Blogni tashlab, media sohasidan butunlay ketishni o'ylagan paytingiz bo'lganmi? Bo'lgan. O'zim yomon ko'rib ketganman. Shunaqa payt bo'ldiki, bu Vaynermi? Или qaysi qizlarni videoga chaqirgan paytimda ham tushib olasizmi desam, "Voy, Vaynerlarga tushmayman, qanaqa edi o'zi? Nima senga nima qanaqa edi? Menga qara, men po'shi narsa olmayapman-ku bilan. Xo'p deb, senga to'g'rilaymiz keyin. Men Vaynerlarga to'g'ri desam tushmayman, men eslatishning videolarga tushaman. O'lib ket shu videolaring bilan bor-ku. Jahlim chiqqan shu narsalardan. Vayner bo'lsam, onasini emsa, ota-onam xohishlarini qilib bera olaman bemalol. To'yimga deb o'zim salkam 50 ming agar noshi bo'lmasa, remont qildim, mashinam bor. Bu narsa maqtanadigan, bu narsalar meni orzuim emas. Просто Vayner bo'lib, yomon narsalar qilganim yo'q, minusli qilganim yo'q. Normalniy как o'g'il bola, erkak kishi harakat qilib ko'tarilyapman-da. Yumoristiskiy anaqalar ham, aktyorlar ham bor, Jim Carreylar bor misol uchun. Ularga unaqa qaralmaydi-ku. Вот. Men ham odamman demoqchiman-da. Blogerlik nima qachon ketkizmoqchi bo'lganman, ana o'sha odamlardan men heytlar eshitayotgan paytda menga nisbatan men bo'ldi yomon ekan bo'lmasam bu narsa deb men xohlamaganman anaqani o'zgartirishimni, направлениeni o'zgartirishni xohlamaganman, chunki meni ichimda mana shu narsa bor. Men nima qilishim kerak deganman, короче, Samandar, sen hozir Instagramga, mana shu ijodga, mana shunaqa Vine'ga, blogga kirmaysan 3 kun. Telefoningda faqat Telegramdan atvet qilish mumkin, YouTube ko'rish mumkin faqat. Bo'ldi. 3 kun men detoks qildim. Bitta o'sha paytda o'zim как kloundek ko'rib olganman, boshqalarning fikri mana shunaqa bo'lganligi uchun, boshqalarning fikriga qarab qolganligim uchun ozgina to'xtalib o'zim bilan o'zim gaplashib ko'rdim, qarasam normalniy davom ettirsa bo'ladi. Obunachilarni hayron qoldiradigan odatlaringiz yoki hikoyangiz bormi? Instagramda Nizamov anaqa sal jo'skiyroq, u obraz Nizamov-da, sal jo'skiyroq bo'ladi u. Ozgina qiziqqonroq, ozgina juda baqir-chaqir qilib odamlarni yig'ib boshqa narsa qiladi. Ozgina jahldor bo'lishi mumkin, kibrdek ko'rinib qolishi mumkin Nizamov. No, Samandar bor. Samandar juda ham sodda, juda ham добрый. Например, deylik, men bahor keladi-yu, kunlar degan paytda 10 ta qo'yim bo'lsa, shuni olib chiqib suv bo'yida qo'ylarni anaqa qilib baliq tutib o'tirgim keladi. Tushunasizlarmi? Xo'roz boqib urishtirgim keladi. O'tlarni o'rgim keladi. Mana mana shu hayotda oddiylik bor, hech narsani o'ylamaysiz. Sizni qo'yingiz katta bo'lsa, uni sotsangiz, yengil qo'ya olsangiz bo'ldi, muammoingiz yo'q. Nizamov bilan Samandar bir xil emas. Nizamov ozgina sal jo'skiyroq, ozgina obrazroq. Samandar Nizamovga qaraganda ancha добрый. Tushunasizlar? To'y qachon, aka? Bilasizmi siz? Yo'q, men ham bilmayman. Xudo xolasa. To'yni mana yil, aniq mana yil to'y. Yozgacha qoldirmaslikka harakat qilyapman. Men o'zim hamma o'z xohishi bo'ladi-yu. Shu xohishimdagi to'y qilishim uchun ozgina yig'ib olishim kerak. Alloh berish kerak bo'lgan joyi bor ozgina, shuni avvalaman, shuni to'y qilib yuboraman xudo xolasa. Bo'lajak ayolingiz sizni mashhurligingizga qanday qaraydi? Meni blogerligimga boshida bachkana qaragan, ya'ni birinchi uchrashuvda bachkana qaragan. Undan keyin Nizamovni o'chirib Samandarga yoqqanimdan keyin, mana shunaqa bo'lar ekansan-de. Anu aytgan ishlar rostdan ham o'zing ekansan-de deb qaragan. Rashk qiladi, qilmaydi emas. Rashqsiz iloji yo'q. Kerak ham u, bemalol ketib qolishi mumkin bo'lmasam. Qo'rqardi boshida, to'shto men bilan yurgan paytida, ilk ko'rishgan paytimizda video kimdir olib chiqarib yuborishidan. Keyin sovchi-povchi u yoq bu yoq hammasi hal bo'lgandan keyin men o'zi sekin ko'niktiryapman. U qo'rqadi anaqadan. Odamlar bundoq qarashidan, uni obsуждение qilishligidan qo'rqadi u. Unga yoqmaydi anaqa. Juda ham trevojniy odam. Shuning uchun sekin hamma ham unaqa yomon odam emas. Yaxshi odamlar ko'p. Mana bu sekin tanishtirib, o'sha atmosferaga sekin olib kiryapman. O'zi ham yurtiyotdi, oldin xohlagan narsasini qo'yardi. Ozgina hozir ограничениялар bor qo'yishiga. Shunga yarasha u xohlagan mehrni berayotgan bo'lishi mumkinki, u narsalarga rozi bo'lyapti. Bloger bo'lishiga men protivman.
uni men bloger bo'lishini xohlamayman, lekin hayotini qo'ysa bo'ladi. Tipa protiv emasman bu narsaga. Lekin bloger bo'lib ketib, bunaqa qilishim kerak, bunaqa yo'q. Prosta yashasan. Men uyga borgan paytimda ishdan chiqib ishga kelishni xohlamayman. Ishdan chiqib boshqa dunyoga qarab kelishi, uyda men o'zim boshqa dunyoda tasavvur qilishni xohlayman. Ishimni esimdan chiqargim keladi. Shuning uchun bloger bo'lishni xohlamayman. Uyingizni remonti haqida bir oz gapirib bering. Jarayonni nazorat qilish qiyin bo'ldimi? Voh, Xudoga shukr qutulib qoldim. 7% qoldi adashmasam remontda. Men oldin uyimda kontent olishdan uyalardim. Chunki освещение to, devorlar, mebellar, gilam hamma eskicha. Odamlarga yaxshi narsani ko'rsatmasang, ular ko'rishmaydi seni. Uyalardim shu narsani, shuncha boshqa joylarda olib yurardim. Lekin ichimda niyatim bor edi. Bir kun remont qilaman, o'zim xohlagandek uyni remont qilib, o'sha yerda men kontentimni qilaman, ishimni yurg'izaman. Uydagilar bilan ko'proq bo'laman deb. Yillar o'tdi, 6 yilmi, 5 yil deganda shu orzumga erishdim. Men uchun bu katta narsa. Faqat bo'lib qolgani yo'q-da bu narsa. Harakat qilindi. Har bitta etapini ko'rgan paytimda ko'zimga yosh keladi. Nahotki tipa men qila oldim shu narsani, nahotki men xohlagandek bo'lyapti deb ko'rim keladi. Odamlarga kattakon rahmat. Odamlar uyda bo'lib, ustalarga qarab, men ulgura olmayman. Polibom men pul topishim kerak. Odamlar tekshirib turishlari kerak. Pastdan olib o'zi tushib kelaveradi. Ko'rdingmi? Oyog'ingga ham udobniy. Toshni ishlamagan ekansan. Ular uzoq bo'lsin, hamma narsani kontrol qilib, mashinalarga Cobalt olib bergandim, bagaj qo'yganmiz. Bagajga narsalarni, gipsokarton narsalarni o'rtalab ustadan olib ketib, olib kelib yo'q. Ular bo'lmaganlarda, ular qaramaganlarda, ular ham ishlariga borganlarida agar men ulgura olmasdim. Blogim qolib ketardi yoki remontim qolib ketgan bo'lardi. Oilaviy birlashib, yaxshi remont qilib oldik. Eng asabiylashtirgan payt qaysi edi? Remontda eng asabiylashtirgan payt tepada meni xonam, spalning oldida sanuzul bor. Sanuzulga hamma yoq oppoq eshik bo'lgan, taxtali oq eshiklar qo'yganman. Bitta sanuzulga qo'yilmagan, zakaz qilishimiz kerak edi. Bir kuni video olaman deb keldim, uyga qanaqa bo'lyapti deb bitta qarasam, ko'chalarga qo'ygan akfa eshiklar bo'ladi-ku, bilasizmi? Anaqa oynasi g'adada budir bo'ladi-da, tualet eshigi bo'ladi-ku. O'shda qo'yib qo'yibdilar-da. Chotki remont faras qiling, tualet eshigi turibdi, qaror, ana akfa qars ochiladi-yu. Adam nega buni qo'ydingiz? Ha, yaxshi turibdi-ku. Prosta o'lchab ko'rish uchun shadimiyonni qo'ydingizmi desam, yo'q, qotirib qo'yishitlarni ko'rdingmi dedilar. Atkuslarni chiqarib qotirib qo'yilgan o'sha eshikka qarab. Voy, shunaqa jahlim chiqdi. Ha, dedim, bir hafta ichimiz edi, xudo xolasa. Yo'q, men zo'r turibdi. Ichkarida kim ko'radi seni? Kim ko'radi? Kim mana eshigingni dedilar. Eshigimni ko'rish uchun qilmayapman, men o'zim yaxshi yashashim qilolmadi, davomi. Tushunmayaptilar. Oxiri keyin qo'llariga bolta olib, biz tashlayapmiz. O'zing qil remontingni, men shunchadan qilaman. Bitta eshik kim ko'radi, buni orasiga yo so'k yotdilar, ada bo'ldi, anaqa deb oxiri ko'ndirib, hozir boshqa eshik olib kelib qo'yganmiz. Hozir men xohlagan eshik turibdi, oq eshik turibdi. Ana shu yomonsamni buzgan. Remontga qancha pul ketdi? Remontga 50 mingga yaqin ketdi. Chunki bizda uyimizda 2 etaj, ikkinchi etajga zal qurishimiz kerak edi. Cherdagi o'xshagan prosta tom yopib qo'yib, uni ochib, uni bir narsani izolyatsiya qilish kerak ekan, nimadirlar qilish kerak ekan, og'ir bo'lib ketmasligi uchun kichkina g'ishtlardan oldik, penablok qilib ko'rdik, boshqa narsa. Yana zal ko'tarib turib, keyin tomon boshqatdan yopib, noldan remont mana uyingizni prosta buzib, boshqatdan qurib beraman ketay deyishdi, 60 ming deyishdi. Yo'q, men qarchi 30 mingga qo'ya olaman dedim. Yo'q, 50 ming ketdi mana. Xudo xolasa 10 mingchami, 7 mingcha ish qolgan. Bo'lishi bilan 57 mingga ketgan bo'ladi taxminan. Blogerlar orasida do'stlik bormi? Sizning eng yaqin do'stingiz kim? Blogerlar orasida do'stlik bor. Bir-birimizdan juda ham hurmat qilamiz. Lekin shunaqa narsalar ham borki, bir-biri bilan gaplashmasdan turib, bir-biri bilan urushmasdan turib, bir-birini yomon ko'rishadi. Tipa, biladi, men uni yomon ko'raman, u ham meni yomon ko'radi, qaror. Hechisi bo'lmagan, prosta tupi yomon ko'riladi. Lekin ko'pchilik blogerlar yaqin, ko'stiymasi bu narsaga. Meni eng yaqin do'stim bu Noir Nabiyev. Bu bola bilan biz 2018-yil Square'da men marojniy sotib turgan paytimdan boshlab birga bo'lganmiz. O'sha paytda ko'rib qo'yganman. Blog boshlagan paytimda sekin-sekin ketdi qilamiz, bundan bo'lib turib birga ko'tarilganmiz biz. Vot, blogerlar ichida eng yaqinim Noir Nabiyev va Uski Krudagi barcha do'stlarim. Do'stlik qiyinchilikda bilinadimi yoki quvonchli paytlarda? Do'stlik unda ham bilinadi. Agar u haqiqiy do'st bo'lsa, agar qiyinchilik bo'lgan paytda tuba chizib yuborishi mumkin. Va yo'q deb qo'yadi, bo'ldi. Bir xil do'stlar bo'lib qo'ldan chiqsa kelmaydi, puli yo'q. Prosta ojiz bo'ladi. Misol uchun o'tirgan paytingiz qo'shninikiga chiqib nimadir olib kelish kerak yoki ayoldan nimadir olib kelish kerak bo'lgan payt, siz dumkadasiz, ana buni olib kelib berdi, yengillashasiz-da shu narsadan. Ikkita-uchta gap gapiradi, yengillashasiz. Xursandchilik bo'lgan paytida oldingiz do'stlaringiz bo'lishi mumkin, lekin orasida sizni yutug'ingizga xursand bo'lmasdan turib, ha, yaxshi deb ko'rolmaydigan do'stlar ham bo'ladi, bo'lmaydi emas. Ana shu paytda do'stlik qiyinchilikda ham, xursandchilikda ham bilinadi.
Juda yaxshi bilinadi pri этом. Hoppa, grijadan keyin sportni hayotingizning muhim qismi deb hisoblaysizmi? Grija bo'lganlar bilib olinglar. Mana men grija bo'ldim. Ushlayotgan paytimda tipi sal engashibroq ko'tarasiz. Odamda shunaqa narsa bor. Misol uchun deylik, agarda siz cherizda emasda 4 kun qoldirib yuborgan bo'lsangiz, ozgina kuchingiz yig'ilib qoladi. Yig'ilib qolgan, o'zimga ishonganman. Men mana eng ko'pi 25 ko'tarardim. Davay dedim, o'zi mana 10, 15, 20, 25 4 ta podxod bo'ladi-da. Men 25 dan boshlayman dedim. Yaxshi, davay. 25 ko'tardim. Sezmadim, chunki kuchim yig'ilib qolgan. Undan keyin 30 ko'taraman dedim. O'zi eng ko'p 25 edi. 30 ko'taraman dedimda, avvalma bitta trener keldi-da, bundoq qil dedi. Yana engash dedi. Engashdim. Belim og'riyapti o'rgandim. Yo'q, mana shunaqa qilinadi. Beling og'risa, sen sezyapsan dedi. Yaxshi dedim. Ko'taraman 30 dan keyin 35 olishim kerak-ku. 35 oldim. Xo'p, yana engashish kerak ekan dedim. 1, 2, 3 oldim. Tus qildi. Voy dedim, nima belim og'rib, просто hali bo'ldi. Pay cho'zilib ketdi, tur bo'ldi. Odamni olaman dedim, yotdim-da, juda o'ziga kelyapti. Demak, mishsamni qiynashim kerak ekan dedim-da, o'sha oldim, anaqa tortadigan bor. Tortdim, ham belliki. U dumalabdi keyin o'sha. Qisib ketdim, aptekaga bordim. Qarang, aka dedim, mas surganim yaxshimi, lekin plastik qilganim yaxshimi dedim. U bilmaydi men nima bo'lganim. Lekin plastik qilsangiz yaxshi bo'ladi dedi. Qizdirib qo'yadi ozgina dedi. Bering aka dedim. Bitta surdim. 3 kun yopishiraman o'sha lekin plastikni, 3 kun. Oxiri o'rnidan tura olmasdan, mana bunaqa narsa. Turyapsiz, faraz qiling, umurtqangizda ikkita suyak yo'q. Qanaqa bo'ladi? Как будто bu tushib, anavi ketib qoladi-yu. Ketib qo'yapman. Yo'q, tura olmayapman. Keyin borsam, endi men tabibga bordim, mana Instagramdan qidirib, tabib uchrab qoldi. Bordim, oyog'imga, bosh barmog'imga, oyog'imga ichkarisiga tashqarisiga ukol qildi. Chizga qiladi-yu, qotirib qo'ydim. Bilmayman. Shunaqa qildi. Nima qilamiz? Osamiz, короче, barmoqdan. 73 kilo odamni bitta barmoqqa osishyapti, faraz qiling, mana shu narsa uzilib ketishi ham mumkin, o'ylamaganman. Men zo'r bo'lar ekan dedim. Shunda osildim. Bundoq qilyapti. Bilishinglar uchun men 2 oy sezmaganman barmog'imni. 2 oy men sezmadim. Urasizmi, kesasizmi sezilmayapti. Ko'karib, qora-qop qilgan barmog'imni. Qo'rqib bo'lib barmog'im kesishadi endi deb o'yladim. Keyin senga o'ziga keldi. Masajlar qildi, kapnitsalar oldi, masaj qilgan paytda asal bilan qildi-da bu. Oyoqda bunaqa tuk bo'ladi-ku. Uni bundoq tortgan paytingizda tuk bundoq ozgina chiqadi, infeksiya kirib, oyog'imga narsa toshib ketib qoldi keyin. Kimto aka chiqib qoldilar. Mana shunaqa aka, oxirga tuzalmadim. Endi yura olmayman, lekin og'riyapti, dizillab turadi, короче. Bordimda kapnitsa qildi, keyin nur beradigan apparatlar bor ekan, Xitoydan olib keltirgan. Ana o'shalarni nurlantirdi, boshqa narsa qildi. Keyin yaxshi bo'lib ketdim. Hozir men bu yerdan chiqib zalga borishim kerak. Agarda men 3 kundan ko'p zalga chiqmay qolsam, grijam og'riydi. Men grijam og'ramasligi uchun, yaxshi yurishim uchun men zalga har kuni, har doim qoldirmasdan chiqishim shart. Bo'ldi, o'sha sportsiz men yasha olmayman degani bu. Qaraganda ham sportmen bo'laman degani, jonsizlar. Men o'zbekman-ku. Men o'zbekman. Belim og'riydimi, boshqa narsa bo'ladimi? Oxiriga taqqalib, jinni o'lay deyotgan paytda boraman. O'shaning uchun chidolmagandan keyin mayli borib qo'y, shuni ham grijaman demadim. Belim og'rigani uchun borib ko'raman dedim. Hayolimda ham yo'q edi. Bitta anaqaga tushsam, MRTmi, MSKT degan narsaga tushsam, yo'q, grija bitta 4 mm, bitta protruziyami dedi. Onangiz food blog yuritadilar. Siz ularni ilhomlantirganmisiz? Onamlar doktor nauk, doktorskiy o'qilaganlar. Men ko'zim oldida kalamushda bir narsalarga dorilar berib, bir narsalar o'tirardilar. Institutda dars beradilar odamlar. Lekin pishirishga anaqalari bor, yo'llarida bor edi bu narsa. Chunki yaqingacha как minimum $300 kurs o'rganardilar. Nimaga aytsam, просто o'rganib qo'yib, menga yoqadi. $300, $700, 2 kun borasiz bo'ldi. Qarab turganingizga $700 berasiz. Odamlar shundan o'rganib, bular 10 mingdan ko'p ketib qolgan, kurslarga borganlarga, Rossiyadan kimdir kelar ekan deydilar, Turkiyadan kelar ekan, o'rgab ketar ekan, o'sha yerga boryapman deydilar, borib o'rganib, oddiy kurslar emas tushunishlik uchun. Bitta kichkina pishiruvni o'rgatish $300-400 edi. Keyin nimadir qilaylik dedilar. Men Candy Box degan narsa ochib berdim ularga. Shirinliklar bitta qutida. Yaxshi ketdi. Shu darajada bo'lib ketdiki, ko'rsatmasin, bento tort bilan qilardik. Bitta xazilligimiz bento tortni endi tayyorlash taomni, zagotovkasini, xamirlarini, biskvitlarni saqlab qo'yish kerak. Faraz qiling, xaldinit polni to'la turardi har kuni. Bo'shardi, yana to'la turardi. Yana bitta xaldinit oldi sig'magani uchun. Ikkalasi to'ldi. Undan keyin ularga endi ulgurish kerak-ku. Onamlar ishlaydi, senlarni o'qiydi. Ulgurish olmadi. Qo'l-qo'lga tegmay qoldi, o'qish ham, ish ham qolib ketib qoldi. O'shaning uchun to'xtatadigan bo'lishdi bu narsani. Ozgina pauz olganlardan keyin men onamlarga oshxona qurib berdim. O'zimning oshxona qilib berdim. O'sha yerda kontent qilsinlar. Ular maqsadlari o'sha ulashishdi, bilimlarini olib ketish emas o'zlari bilan. O'sha yerda kontent qilishni boshladilar. Boshida o'rgatdim qanaqa qilishni, nima desa video uchadi, boshqa narsa. Hozir akkauntlari 50 mingtami, 9 ming, 50 ming bo'lsa ham 300 ming, 400 ming, 1 million, 2 milliondan prosmotr yig'adilar.
Chunki hech kimga o'xshamaydigan narsa o'ylaganmiz onamlarga ideologiya. Bu hozir maqsadlariga erishdilar. Xudo xohlasa, remont ultiga to'yib o'tgandan keyin ana o'sha yerda ko'rib qolishingiz mumkin kelin bolani. Yana sekin kontentlar boshlanadi, yana ham yaxshi bo'lib boshlanadi. Nima bo'lishini ko'rasizlar. YouTubedan daromad shunchalik yaxshimi? Butun Uskiy Kurukdagilar u platformaga o'tib ketishyapti. Biz nimaga o'tyapmiz? Odamning o'zini patologiya bo'ladi. Eng taqalgan joyi anu. Bo'ldi, bundan u yoqqa ko'tarila olmasligi mumkin. Patologiya teshish uchun nimadir yengil yaratish kerak. O'shaning uchun deb o'ylayman, biz YouTube'ga o'tib ko'rdik. Bo'ldi, voy, abi, yurmaymiz-a yo'q har doim. Qanaqadir yo'nalishimizni o'zgartirganimiz ham kelmaydi. Da YouTube'ga o'tib ko'ramiz, mo'j yangi eshiklar bizga ochilar yana ham. Tipa odam har doim noliydi-ku. Odamzod noliydi har doim. Har doim kam odamzodga. O'shaning uchun biz ham yangi eshiklar ochilishi mumkin. Qilib ko'ringlar-chi deydi. Kamol boshlab berdi, juda ham zo'r ketdi. Biz bundan juda ham faxrlanamiz. Keyin sekin hamma o'z yo'nalishida boshladi. Agarda deylik Instagram yopilib qolsa, biz yangi platformada davom ettirib ketamiz, o'sha platformaga moslashib. Chunki biz blogermiz. Aytgancha YouTube'dan pul berilmaydi, ishonib qolmanglar, pulga emas. Kanalingizda qanday video formatlarini chiqarmoqchisiz yoki sizda ham challenge formati bo'ladimi? Men YouTube kanalimda odamlarning orzusini amalga oshirish. Endi men hali millioner emasman. Uyda olib berib bir narsalar qilib berishga, xudo xolasa yetib boray u yoqqa ham. Orzu deganda nima narsa? Misol uchun bizning fanatlarimiz bor, obunachilarimiz bor. Ularni kichkinagina orzusi bo'lishi mumkin, biz bilan qayergadir borish. Birinchi videoyim Uskiy Kuruk bilan vertolyotda uchish bo'ldi. Vertolyotga uchishga olib bordim. Shunaqa bo'lib ketaveradi. Misol uchun deylik, men eshitdim 20-21 yosh zooparkka bormagan odam. Endi oilaviy muammolari bo'lganligi uchun, возможность bo'lmaganligi uchun, nimadir bo'lganligi uchun bormagan. O'sha odamni olib turib men zooparkka olib borsam, uni emotsiyasini faraz qilaylik. U hayotda ko'rmagan she'rni qanaqa bo'lishini. She'rni ko'ryapti. Bo't ana o'sha orzularni amalga oshirish. Shu darajagacha boradiki, например, deylik, Nizamo o'z obunachisi bilan yoki Nizamo plus Uskiy Kuruk plus obunachi Braziliyada. Tushunasizlarmi? Qanaqa kontent bo'ladi bu narsa? Meni maqsadim mana shu narsa. Odamlarga kichkina bo'lgan orzularini qaytarish, orzularini amalga oshirib berish. Umida Oddilova bilan duet g'oyasi qanday paydo bo'ldi? Qo'shiq mashhur bo'lib ketishini sezganmidingiz? Men o'z ashula aytishim kerak edi. Ziqar, Sanjar kanallariga bordim aka. Mashnaqa ashula. Bunaqa referens. Mashnaqa aytmoqchiman men. Men har doimgidek endi baqirib aytmoqchi emasman. O'zim bo'lib aytmoqchiman. O'zim ovozimda. Oldin, "Ey birodar, qani yurgundan?" O'shan baqirardim. Yo'q, o'zim ovozimda aytib ko'ray. Bo'lsa bo'ldi. O'zim unaqa odam emasman hayotda. Hayotda boshqachaman. Meni hayotdagi samandar ochib berish kerak dedim. Yozdik, chiqardik. Naqoratini yana ham chiroyli bo'lishi uchun men o'zi Elvan fanatiman. Elvan bilan Jasminmidi, shunaqa edi. Okean degan muzika bor. Mo'y okeanni, ana o'sha muzikani qiz bola aytgan joy yoqdi. Bizda tanishlarimda umidi bor edi, ovozi zo'rligini bilaman men. Kibr emas, o'zini olmaydi, voy, menga ideyani aytib bering demaydi. Bo'ldi, yaxshi chiqaramiz, zo'r chiqadi xudo xolasa deb, ana gaz bo'ladigan qiz. O'shaning uchun buyani chaqirdim. Shunaqa qilib aytib ko'rdik. Dilba deb o'ylasa ham barcha tanishlarim, hayotimni boricha senga bag'ishladim. Uzoqlarga ketma, yonimda qol, asabingga teksam berib har xil savol. Оказывается, nimadir yasalgandan ko'ra odamni ichidagi gaplari, ichidagi o'zligini просто bildirsa, sizga o'xshagan odam, misol uchun deylik, siz liftdan qo'rqasiz-ku. Faqat men liftdan qo'rqaman. Yo'q, sizdek odamlar millionlab liftdan qo'rqadiganlar bor. Xuddi shu narsa. Sizning muammoingiz, sizning gaplaringiz boshqa odamlarni ham ichidan o'tgan. O'zini auditoriyasini topa oldi. Yaxshi ketdi xullas. Ushbu muvaffaqiyatdan keyin boshqa blogerlar bilan duet qilmoqchimisiz? Xudo xolasa yana bitta yengashlarimiz bor. Birga degan. Ya bo'lsangiz kuyim ham men uchun qasr, sevgan yoring yonimda, farzandlarim onasi. Kelajakda hamrohim bo'l, birgalikda o'tamiz, farqi yo'q, atrofim bo'lsa cho'l, yo kimsasiz orol, yo okean tubi, yoningdaman desang yetadi qo'limdan tutib. Bu ham duet. Kimlarligini xudo xolasa bilib olasizlar. Bu ham juda ham yaxshi tematika o'ylaganman. Ya'ni bola deylik kambag'al, puli yo'q, lekin u bola aslida puli yo'q, meni pulim yo'q, qiynalganman demayapti. U da meni hayotim mana shunaqa, men oddiy bolaman, короче. Mana shunaqaman. U короче ovqatga saryo yo'q ekan deb o'ylamaydi. Chunki ishdan kechga qolsa haydab ketishi mumkin. Nima bo'lsa yeb ketaveradi. Ishga borish kerak, pul topish kerak. Ota-onasini anaqasini amalga oshirish kerak, o'zi xohlagan hayotini va shu bilan birgalikda o'zini birga bo'ladigan qizini ham esdan chiqarish kerak emas. Miyasida u ham bor. Lekin qizga dugonalari bu bola bo'lmaydi. Sani anaqa eplolmaydi, bir narsa ajrashib ket. Bu yerda mana shunaqa paytda qizlar, "Ha, xo'p, mayli, anaqa qilaman" deydi-da, lekin ichida "Yo'q, o'zim bilaman, meni hayotim bu. Aralashma meni hayotimga. Meni yigitim, men tavakkal qilaman, men ishonaman unga" deb har doim ham e'tibor olmaydi qizlar. Bu ashlamizda u qiz baqirib mana shu narsani aytgan. Menga aralashmalaring, bu meni hayotim, men bu bolaga ishonaman, bu ham hali zo'r bo'lib ketadi. Biz baxtli bo'lamiz degan narsani beradi.
Yangi duetim shunaqa. Xudo xolasa bu ham yaxshi qo'shiq, yaxshi qabul qilasiz degan umiddaman. Blogerlik faoliyatingizda boshida o'zingizga qanaqa asosiy maslahat bergan bo'lardingiz? Bo'lajak blogerlar, qaranglar. Ko'tarilishning eng zo'r yo'li bor. Siz oldingizdagilar siz bilan barobarlar, nimadir yutuqqa erishsa, nimadir eplashsa, nimadir video chiqarishsa, который sizda yo'q narsani qilishadigan bo'lishsa, ko'pchilik siqilib qoladi. Nimaga mendan olmayapti shu narsani? Nimaga menda bo'lmadi? Menga chiqishmadi shu narsaga. Men undan yaxshiman-ku, xarizmam ham, aktivim yaxshi-ku undan deb siqilib qolishadi. Yo'q. Siqilmasligining eng zo'r yo'li bunda nimasi borki, ular bunga chiqishyapti. Nimasi borki, bunda o'xshayapti. Menda emas. Menda yetishmovchilik bormi? Qanaqadir bunda bor narsa menda yo'qmi? Ana o'shani men o'zimdan paydo qilishim kerak. Nima ekan bu deb analiz qilsangizgina ko'tarilasiz. Chista xabar bo'lsangiz, men boshlasam yorib tashlayman. Bularni kim bo'pti bular desangiz, ko'ra olmasdan o'tib ketaverasiz. O'zingiz ichingizni o'z yeb o'tib ketaverasiz. Ko'rdingizmi? O zo'r qilibdi. Qanaqa qildi? Men nima qilsam, mana shunaqa narsa men ham qila olaman, bundan yaxshi qila olaman deb o'ylasangizgina, o'zingiz ustida ham ishlaysiz, ham rivojlanasiz. Mana shu maslahatni o'zimga bergan bo'lardim. Boshida mana shuni siqilib qolardim-da. Hozir normalniy. Aynan shu paytda auditoriyangizga nima demoqchisiz? Auditoriyamga kattakon rahmat demoqchiman. Meni shu kunga kelganimga sababchi sizlar. Bu oddiy gaplar bo'lishi mumkin, men bu narsani oddiy aytmayapman. Men realni sizlarning qadringlarni bilaman, realni sizlarning kuchingizni bilaman, qo'limda qanaqa vlast borligini men bilaman. При этом meni yaxshi qabul qildinglar. Hozir mana shu videoni ko'rganinglarda ham bilaman sizlarga jalka bo'lmaydi, like bosib ketish, kommentariy yozib ketish. Chunki o'zingizni blogeringizni unda ko'rganlar prosmotr xususan xalqimizga ham qanaqadir xursandchilik olib keladi menga. И также anonsdagi odamlarga ham buni prosmotr bo'lgani yaxshi. Mana shunaqa joylarga ko'proq chaqirib, men bilan sizlarni yaqinroq bo'lishimga sababchi bo'lishligi uchun komment yozib ketish sizga jalka emas, bilaman bu narsani. Xudo xolasa, ro'za Ramazon oylarida duo qilib qo'yinglar meni. Tezroq o'zim xohlagan sharoitni yaratib, to'y tezroq qilib olay. To'y bo'lsa, menga yana ham ko'proq eshiklar ochiladi, yana ham miyam bo'shaydi, yana ham yangiroq narsalar qilaman. Sizlar zerikmaysizlar. Meni главный planim mana shu. Va bu narsaga Xudo xolasa birgalikda erishamiz. Hammaga kattakon rahmat. Sizlar bilan Nizamov bo'ldi va anons story time. Charchamanglar. Cheeks.